To'g'risini ayting. Jiyanimni qanday ilintirdingiz? Voy, opajon, shu yerdamidingiz? Ha, Men sizni dam olyapsiz deb o'yladim. ha, meni izlaganmidingiz? Qarasam, keliningiz ish qilayotgan ekan. Ozgina gaplashib turuvdik, a? Qizim, Mahmudjon hamma masalliqlarni olib keldimi? Ha, olib keldilar. Lekin ammajon osh yemas ekanlar. Mayli, yemasalar boshqa ovqat qilamiz. Rahmat, kelin. Mayli, men bora qolay. Yo'ldan charchab keluvdim, birpas dam olaman. Xo'p. Qizim, sizga ortiqcha gap gapirmadilarmi? Yo'q, gapirmadilar. Shunchaki yo-buyoqdan gaplashdik. Bir-ikki kun sabr qilib turing. Ketishadi. Xafa bo'lmang. Xarakterlari o'zi shunaqa. Xo'p.